Yig'lame. Hammasi yaxshi. Yig'lame. Hammasi yaxshi. O'zlari yarashib olinglar. Hozir mening oldimda 1800 AQSh dollari turibdi. Bu pullar soxta desam ishonasizmi? Shaxsan men bir ko'rganda farqiga bormadim, ammo bularning barchasi qalbaki pullardir. Gap shundaki, Toshkentda aynan mana shu soxta pullarni boshqa bir shaxslarga to'lov sifatida o'tkazib kelgan 3 nafar yigitlar qamoqqa olindi. Ma'lum bo'lishicha, sudlanuvchilar 1995, 2000 hamda 1997 yilda tug'ilgan. Ish hujjatlariga ko'ra, sudlanuvchilar bir nechta mahsulotlar xarid qilish jarayonida soxta pullardan to'lov sifatida foydalanishgan. Ma'lum bo'lishicha, 3 nafar sudlanuvchilar bir-biriga begona bo'lgan, ammo mana shu soxta pullar ularni tanishtirgan. Instagramda o'tirganimda o'sha reklama chiqib qoldi, target istoriyada qalbaki pul bor deb chiqib qoldi. Men zaявка joyiga bosdim. Bosdim, Telegram kanaliga qo'shildim. Suvenir sifatida har xil pullar bor ekan. Men qiziqib oldim o'sha puldan, 900 dollar oldim. Menga lokatsiya tashab berdi, borib oldim. Men bu akam mashina olib shug'ullanadi. Mendan qarz so'rab turdi. Qarasam, qalbaki pulni berib yuborgan ekan, meni suvenir pulni. Ishlatmasdan olib qo'ying dedim. Men hozir O'zbek davlat sirkida akrobat bo'lib ishlayman. Ukadan 1000 dollar qarz so'rab turdim. Mashina olaman deb 800 dollar bordi, berdi. O'zi yarim yo'l telefon qilib qoldi. Uka, sizga mana bunaqa soxta pul berib yuboribman. Bunda ajrata olmadim o'zim. Bo'lib o'zingizni saqlab turavering dedi. U pulni men keyinchalik qo'shib berish evaziga oldim, ozgina. Družbada meni ichki ishlar xodimi ushladi. Uni men u bukimga o'tkazish maqsadida yoki so'mga alishtirib turishmaqsadida olmaganman dedim. Men konkretni aytdim, yonimda просто olib yurish uchun, qiziqish uchun oldim dedim. Shu soxta pullarni necha pulga sotib olgansiz? 219 dollarni ushladi. O'zim uchun dars bo'ldi bu. Noto'g'ri bosib qo'ygan qadamim uchun men 7 oydan beri o'tiribman mana shu qamoqda. Bir hafta o'tgandan keyin meni xodimlar ushlashyapti. Hech kimga birovga o'tkazish maqsadim, yo bo'lmasa kimga berish niyatim bo'lmagan u narsani. 7 oy davomida umrimga ota-onamni mahalla ko'y oldida boshini egib qo'ydim. Ancha pushaymonman. Qonunni his qildim. Qilgan ishimdan chin ko'ngildan pushaymonman. Ish hujjatlarida aytilyaptiki, shu sudlanuvchilardan biri shu dorixonaga borgan, novvoyxonaga borgan, shu pul o'tkazgan deyapti. Kim ishtirok etgan mana shu jarayonda? U epizodlarda men yo'qman. Biz jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudidamiz 3 nafar yigitlarga nisbatan bugun sud hukmi e'lon qilindi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 176-moddasi 2-qismining A va bandlarida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Bunga shu moddaga asosan 5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-moddasining 8-qismi tartibida tayinlangan jazoga avvalgi hukm bilan tayinlangan jazoni qo'shish yo'li bilan jami 6 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Tayinlangan jazoni umumiy tartib o'rnatilgan koloniyaga o'tatish belgilansin. Qolgan 2 nafar sudlanuvchilarga esa 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Hurmatli fuqarolar, pullarni ayirboshlamoqchi bo'lsangiz faqatgina banklarga murojaat qiling. Ko'cha-kuyda pulingizni maydalab beraman degan shaxslarga aslo ishonmang. Aks holda siz ham jinoyat ishtirokchisiga aylanib qolishingiz mumkin. Ogoh bo'ling.